kim namozni muhofaza qilsa, ya'ni o'z vaqtida ado etsa, namoz uni qalbida, yuzida, qabrida, mahshargohda nur bo'ladi hamda qiyomat kuni u uchun najotga aylanadi. Mana shu namozlarimiz, sajdalarimiz azizlar bizga nur bo'ladi qiyomatda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sahobalar savol bergan mashhur hadis bor. Sahobalar so'ragan ekanlar Payg'ambarimiz alayhisalomdan: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz hozir bizni ko'rib turibsiz, tanib turibsiz. Qiyomatda sizdan keyin dunyoga kelib musulmon bo'lgan ummatlaringizni ham taniysizmi?" degan ekanlar. Ya'ni bizlarni azizlar 14 asr keyin dunyoga keldik. Doim tahoratda yurishlik insonni nurini qiyomatda ziyoda qiladi. Doim peshona sajdada bo'lishlik qiyomatda Alloh taolo o'sha sajdamizdan nur chiqartirib qo'yar ekan azizlar. Shuning uchun ham bizni eng katta u dunyoda yordam beradigan nurimiz Rasulimiz alayhissalom tasavvur qiling, millarlab odamning ichida turganda sani hujjating qani deb so'ramaydi ekanda, shunda qarab yuzimizga qarab, bu mening ummatim, chunki bundan nur chiqib turibdi. Qancha ko'p sajda qilgan, qancha ko'p yaxshi ishlarni qilgan odamlarda nur ziyoda, nurun alo nur bo'ladi. O'zi umuman xalqimiz orasida ham doim ibodatda turgan, taqvoda turgan, ezgu ishlarni qilgan odamlarga qarab aytamiz, yuzida nuri bor ekan deb qo'yamiz. Nur deganda bu bir go'zallik, bir istara. Ana o'sha qiyomatda ham bizga asqatadigan eng buyuk bir sababchi mana shu namoz, ro'zalarimiz.